Hammaga assalomu alaykum. Bilasizlar, hozir migrantlarga SIM karta olish juda ham katta problema bo'lib ketgan. Oson bo'lmayapti va u SIM kartani ishlatib olish ham qiyin. Lekin gosuslugi hammamizga kerak. Shuning uchun gosuslugini migrantlarga SIM kartasiz ochib berishyapti. Подтвержденный учетная запись hammasi joy-joyida, lekin bitta muammo, SIM karta kiritilmagan bo'ladi, ya'ni telefon raqami kiritilmagan bo'ladi. Unaqa gosuslugiga kirganingizda mana для продолжения добавьте в профиль номер телефона и подтвердите его degan yozuv chiqib keladi va telefon raqamingizni onlayn tasdiqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Tasdiqlab olishingiz uchun mana добавьте номер telefona deganga bossangiz, qaysi banklar orqali tasdiqlash mumkinligi yozilgan bo'ladi. Sberbank, VTB, MTS bank, Tinkoff, там Почта bank mana RNKB bank va bank открытиялар. Men buni qo'yib qo'yganim sababi hozir Sberbank orqali biz tasdiqladik menga murojaat qilgan odamga va tasdiqlaganimizda mana bunaqa yozuv kelib chiqdi. Telefon raqamini yashirish maqsadida pult qo'yib qo'ydim va mana shunday подтвердить qilganingizdan keyin, ya'ni SIM kartasiz gosuslugi ochdingiz, ochganingizdan keyin nomer kiritishingiz kerak. Sberbankingiz bor, Sberbank ichiga kirib, registratsiya na gosuslugах deganda bosdingiz. Mana poiskga kirasiz, registratsiya na gosuslugani bosasiz. Undan keyin telefon raqamingizni kiritib, o'sha hozir ko'rsatganimdek yozuv kelib chiqadi telefon raqamini kiritganingizdan keyin. Shunday qilib Sberbank orqali telefon raqamimizni kiritib tasdiqlab olganimizdan keyin gosuslugini o'ziga kiramiz, обновить qilib olamiz bir qator va undan keyin profil degan joyga kiramiz. Mana ism, familiya bor joyga kirib telefon raqamimiz kiritilganini ko'rishimiz mumkin. Mana telefon raqamini yana yashirib qo'yganman xavfsizlik maqsadida va mana shunday qilib kiritilgandan keyin bemalol gosuslugini ishlatsa bo'ladi. Misol uchun, уведомление topshirishingiz mumkin, sudlamagingiz haqida spravka olishingiz mumkin. Xullas, hozir gosuslugida xizmatlar migrantlar uchun juda ham ko'p, hammasidan onlayn, uydan chiqmasdan turib foydalanish mumkin. Bilasizlar, 30-iyundan keyin esa umuman Rossiyaga kelyapti ham gosuslugi orqali nimaga qachon kelayotganingizni ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Xullas, shunaqa tanishuv videosi qilishga harakat qildim. Bu novoy format, yangi format. Men o'zim borman, kompyuterimda nima bo'layotganini bir vaqt o'zida ko'rsatib turibman. Sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman.